Dislaliya nutq nuqsonida logopedik ish. Reja. Dislaliyaning nazariy asoslari. Dislaliyaning kelib chiqishi. Dislaliyada korreksion ishlar. Dislaliyaning nazariy asoslari. Dislaliya nazariyasi til va nutq buzilishlarining sabablari va rivojlanish tamoyillarini o'rganadi. Asosiy tamoyillariga til qoidalariga mos kelmaslik va nutqdagi muammolar kiradi. Dislaliya til yoki nutqdagi sistemali muammolar bo'lib, ularning sabablari va rivojlanish mexanizmlari tilshunoslik va psixologiya sohalarida o'rganiladi. Dislaliya bilan bog'liq muammolarni hal qilishda individual yondashuv, psixologik usullar va til rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi texnologiyalar muhimdir. Muammolar bilan bog'liq muhim masalalar til rivojlanishining buzilishi va muayyan nutq o'zgarishlarining sabablarini aniqlashdir. Davolash va ta'lim metodlari ishlab chiqilgan. Dislaliya nazariyasining asosiy tamoyillari. O'zaro ta'sir va rivojlanish. Dislaliya jarayonida muhim bu o'zgarishlar va til elementlari o'rtasidagi bog'lanishni anglatadi. Tashqi va ichki omillar dislaliya rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Bu omillar muhit, madaniyat va iqtisodiy sharoitlarni o'z ichiga oladi. Nazariya ichki va tashqi omillarni hisobga oladi. Ular o'zaro ta'sir va bog'liqlikni tushunishda muhim ahamiyatga ega. Dislaliya va boshqa til muammolari o'rtasidagi bog'lanish muhim. Ular bir-biriga ta'sir qiladi va til rivojlanishi uchun asosiy bo'lib xizmat qiladi. Dislaliya va til rivojlanishi. Dislaliya rivojlanishining bosqichlari. Nutq boshlanishi, so'z boyligi va grammatikani rivojlantirish. Kechikishlar va muammolar. Dislaliya va til rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik muhim. Dislaliya til asosiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Dislaliya nazariyasida metodologik yondashuvlar. Psixologik yondashuv shaxsning psixologik jarayonlariga, emotsional holatiga va fikrlash tarziga e'tibor qaratadi. Bu yondashuv dislaliyani tushunishda shaxsiy psixologik faktorlarni hisobga olishga yordam beradi. Pedagogik yondashuv ta'lim jarayoniga asoslangan bo'lib, individual yondashuvlar va interaktiv texnikalarga urg'u beradi. Bu usul yordamida bolalar va yoshlar uchun mos metodlar ishlab chiqariladi. Dislaliya va korreksion ishlar. Dislaliya nazariyasi va korreksion ishlar o'rtasidagi bog'liqlik muhim. Dislaliya bilan bog'liq muammolarni aniqlash va ularni tuzatish uchun nazariy asoslar talab etiladi. Korreksion ishlar uchun asosiy tamoyillar orasida individual yondashuv va multidistsiplinar metodlar mavjud. Bu metodlar dislaliya sabablarini tahlil qilishda yordam beradi. Dislaliya bilan bog'liq korreksion metodlar orasida logopedik mashg'ulotlar, til rivojlantirish texnikalari va psixologik yondashuvlar bor. Ular muomala va rivojlanishni tezlashtiradi. Dislaliya nazariyasining amaliy qo'llanilishi. Muammolarni hal qilish usullari.
uchun psixologik, pedagogik va lingvistik yondashuvlar qo'llaniladi. Bu usullar muammoni turiga qarab tanlanadi. Xulosa qilib aytganda, dislaliya tushunchasi va uning rivojlanishining ahamiyati. Dislaliya nazariyasi asosiy tamoyillar bilan bog'liq bo'lib, til rivojlanishi bilan uzviy bog'liqdir. Muammo va yechimlar, metodologik yondashuvlar va amaliy usullar dislaliya muammolarini hal qilishda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida bu muammolarni samarali hal etish imkoniyatlari mavjud. Kelajakda dislaliya nazariyasining rivojlanishi ta'lim tizimida o'rni va yangi tadqiqotlar orqali muammo va yechimlar kengayadi. Bu sohada ilg'or yondashuvlar va innovatsiyalar muhim ahamiyatga egadir.